Haqiqatan ham oxirat bormi? Agar quyosh nuri bo'lsa, demak quyosh ham bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni bu nur manbai. Xuddi shunday, oxiratni inkor qilish ham mantiqan to'g'ri emas. Ayniqsa butun olamda Allohning belgilarini ko'ra bila turib, masalan, yomg'ir qurgan yerga hayot baxsh etayotganida Allohning rahmatini aniq ko'ramiz yoki dasturxonimizni ne'matlar bilan to'ldirishida uning karamini ko'ramiz yoki har bir tirik mavjudot tirik qolish uchun muhtoj bo'lganlari bilan yaratilganida uning hikmatini ko'ramiz. Bularning barchasi Alloh taoloning sifatlarining aksidir. Agar bu sifatlar mavjud bo'lsa, ularning ta'siri cheksiz davom etishi mantiqan to'g'ri bo'lmaydimi? Saxiy odamni tasavvur qiling. Hatto kambag'al bo'lsa ham baribir o'zida borini ulashadi. Qancha ko'p narsasi bo'lsa, shuncha ko'p beradi, to'g'rimi? Endi esa Allohning karamini tasavvur qiling. Axir u cheksiz boylik va cheksiz rahmat sohibi bo'lgan zotdir. Uning saxovati qanday bo'lardi? Cheksiz bo'lardi, to'g'rimi? Abadiy va ilohiy. Bu dunyo esa vaqtinchalik. Ammo Allohning rahmati esa bunday emas. Shunday ekan, ushbu qisqa hayotdan so'ng uning cheksiz marhamati butun ulug'vorligi bilan porlab turadigan abadiy bir joy bo'lishi tabiiy holdir. Ana o'sha joy oxiratdir. U shunchalik aniqki, xuddi quyosh borligi kabi.